Assalomu alaykum. Bugungi yangi obyektimiz to'rxonali uyimiz. Niyat qilganiga hammaga unaqa uylar nasib qilsin. Juda ham zo'r remont qilingan va planirovkalari ham. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bu kirishimiz Barokko, ЖК Barokkoda joylashgan Finansoviy institut, Alayskiy rынок orientir. 6-qavat 130 umumiy maydon. Kirishimizda shunaqa G-obrazniy, chiroyligina xol qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rsatib o'taman. Bular hammasi под ключ ideal remont qilingan. Полный full ukomplektatsiya. Har xona alohida qilingan. Endi men stiralnik mashinkaga ahamiyat bermaysizlar. Hozir endi idealni aniq 100% gacha qilinmagan. Buni ustanovka qilishadi. Kattaroq mashinka qo'yishyapti. Chunki 8 kilolik undan oldin bo'lgan, hozir 10 kilolik qo'yishyapti. Двухсторонняя kvartira, ikkita tomonga qaraydi. Texnikalarimiz hammasi bo'sh. Oshxonani chiroyligini qaranglar. Ayollar tushunadi, oilaviy o'tirib maza qilib ovqatlanib. Bu yoqda stol 4 kishilik va bu yoqda barna stolka. Endi bemalol ertalab nonushta 2 kishilik, 3 kishilik o'tirib maza qilib kofe ichsa bo'ladi. Unaqa mo'yka juda ham hozir aktualni bo'lyapti. Газовая плита, электромаз, посудомойка, духовая печь, hammasi bo'sh. Mana eshiklarni qaranglar, juda ham chiroyli. Zal alohida studiyni emas. Oranjoviy tematika, Germes. Endi juda ham chiroyli. Mягкая zona va mehmon o'tiradigan joy. 6 person bemalol uni yana bemalol stullarni yana ikkita olib 6 personli qilsa bo'ladi. Bu naturalniy tosh. Dvor juda ham zo'r, закрытый двор, детский площадкаlar ham katta, keng. Qaranglar chiroyligini. Bu yoqda общий санузел. Kengina, katta. Bu yerda детский xona. Вообще shunaqangi shirin chiqqan. Bu tegdi aplitsovkalar qilingan. Juda ham нежный. Под потолок mebel. O'ng qo'limizda, chap qo'limizda kengina, kattagina spalnilar. Bu yoqda o'zini alohida sanuzellari bilan. Bu endi родительский xona. Ko'rishingiz mumkin. Yana juda ham katta plyus, mana bunaqa reshotka qilingan безопасность uchun balkonlarda va oynani naryoq tomonda, oshxona va zal tomonda полный oyna bekitilgan reshotkali. Misol uchun bolalar uchun juda ham безопасность. Bu родительский санузел, душевой. 130 kvadratga вообще идеальная планировка. Va yana ikkinchi spalnya. 3 ta spalnya bo'lyapti, 2 ta katta spalnya, bitta детский, zal, oshxona, har xona alohida qilingan. 130 kvadrat, 6-qavatda joylashgan to'rxonali uyimiz ЖК Barokko, Finansoviy institut, Alayskiy rынок. Niyat qilganlarga hammaga unaqa uylar nasib qilsin. Yoqqan bo'lsa, klass bosinglar, подписаться qilaveringlar. Telegram kanalimizda ham bor, Instagram kanalimizda ham bor va YouTube kanalida ham bor. Ma'lumot uchun 93 64 00 Realtor Sabina. Narxlarimiz 330 ming startovi kelishtirib bergan joyimiz bor.